Odamlarga hayronsan, pulni qayerga sarflashni bilishmaydi. LaFerrari Aperta faqat 209 dona ishlab chiqarilgan, dastlab 200 tasi mijozlarga, yana 9 tasi Ferrarining 70 yillik tadbirlari uchun ajratilgan. Keyinchalik yana 1 dona auksion orqali sotilgan. Eng qiziq joyi, tomini olib tashlashiga qaramay, Ferrarining muhandislari Apertani ko'p versiyasi kabi qattiq va tezkor qilishgan. Shassi va aerodinamika jiddiy qayta ishlab chiqilgan. F1 texnologiyasi bor, Kers texnologiyasidan ilhomlangan. Tomi ikki xil bo'lishi mumkin: karbon tolali hartob yoki yumshoq softtob. Aperta Ferrari tarixidagi eng kuchli ochiq kuzovli avtomobillardan biri bo'lgan va Ferrarining eng yuqori darajadagi halo modellaridan biri hisoblanadi. Tayyormisizlar do'stlar? Hozir birgalikda ko'ramiz endi живойni. Voy. 10 million dollarni olib turish ham bir boshqacha ekanda. Endi bilmadim buni keyingi yil narxi qancha bo'ladi. Hozircha 10 million dollar. O'tgan yili shaxsan o'zim ko'rganman. 7 million dollarga sotmaganman. Hozir 10 million dollarga ham sotmayapmiz. 10 million dollar O'zbek so'mida qancha bo'lishini kommentga yozib yuboringlar do'stlar. Ko'rganda ko'rishguncha.